Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Har bir inson tug'ilib voyaga yetib, aqli raso bo'lganidan keyin ba'zi savollar uni qiziqtirishni boshlaydi. Shu insoniyat tarixidagi har bir odamni illoki shu savollar qiziqtiradi. Bular birinchisi qayerdan, nega va qayerga? Ya'ni biz qayerdan keldik? Bizni kim keltirdi? Bizni kim yaratdi? Bizni koinotni. Ikkinchi savol nega? Ya'ni nima uchun yaratildi bu? Koinot va insonlar nima uchun yaratildi? Va uchinchisi qayerga biz boramiz? Mana shu hayotdan keyin boshqa hayot bormi? O'limdan keyin biz qayerga boramiz degan savollar. Va bu savollarga minglab yillardan buyon insoniyatning eng aqlli odamlari, mutafakkirlar, faylasuflar javob qidirishga harakat qilishgan, izlanishgan, o'ylashgan, lekin birontasi bunga javob topolmagan. Albatta bunga mustaqil bu savollarga javob qidirishning sababi payg'ambarlar yo'lidan chiqish bo'lganligi uchun insonlar o'z aqllari bilan javob topmoqchi bo'lishgan. Mana shu savollari javobini hayot falsafasi deyshadi ba'zilar. Yoki mana shu savollari javobiga majmuasiga, ya'ni buyuk haqiqat desa bo'ladi. Bu narsalarni aql bilan o'ylab topish mumkinmi, yo'qmi? Bunga misol bir oilani olsangiz, ularni ko'zini bog'lab, birov olib borib bir qayerdagi uzoq orolga tashab qo'yilsa va shularni keyin borib o'sha yerda ko'zi ochilsa, shular o'zidan o'zi bilib qolishi mumkinmi? Masalan, kim ularni olib keldi shu yerga va nima uchun olib kelgan? Shuni aqlini qancha ishlatsa ham bu narsani bilish mumkin emas-ku. Bu aql bilan bilinadigan narsa emas. Balki bu yerda olib kelgan odamdan so'raladiki, yoki olib kelgan odamni o'zini xabar berishi bilan bilish mumkin faqat. Ya'ni nima uchun olib kelgan va kim olib kelgan? Buni faqat u aytishi mumkin. Inson aqli bilan yetadigan narsa emas. Demak, mana shu koinotni va insonlarni keltiruvchi zotni o'zi bu narsani faqat xabar bersagina insonlar buni bilishi mumkin. Boshqa yo'li yo'q. Mana shu zot odamlarning eng to'g'risini, odamlarning ichidan eng pokizasini tanlab, boyagi savollarga javoblarni yozib bir maktub yuboradi. Shu insonlar eng pokizasiga topshirib aytadiki, borib insonlarga yetkazgin, mana ular o'ylanayotgan, izlanayotgan narsani javobi shu. Mana shu odamga payg'ambar deyiladi. Mana shu xatga Qur'on deyiladi. Demak, biz birinchi savolning javobini, ya'ni bizni kim keltirdi? Bizni va koinotni vujudga kim keltirdi? Shuni Qur'ondan, Allohning maktubidan agar qidirsak shu javobni topamizki, bizni keltirgan zot bu qudrat va ilm sohibi bo'lgan Alloh ekan. U Alloh biron narsaga o'xshamas ekan. U behojat, u tug'magan va tug'ilmagan. Hamma narsa unga muhtoj. U bo'lsa hech narsaga muhtoj emas. Hamma narsani biluvchi, hamma narsani eshituvchi va hamma narsaga qodir bo'lgan zot. U hech qachon o'lmaydigan, doimo tirik bo'lgan zot. U azaliy va abadiydir. Va butun borliqdagi hamma narsani yaratuvchisi ham u. Gunohlarni mag'firat qiluvchi va nihoyatda mehribon, o'ta rahimli bo'lgan zot. Undan keyin ikkinchi savolni, ya'ni bizni va koinotni nima uchun keltirganini, nima uchun yaratganini biz yana Allohning Qur'onidan qidiramiz va u yerdan shuni topamizki, allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U o'lim va hayotni sizlarni qaysi biringiz yaxshiroq amal qilishini imtihon qilish uchun yaratgan zotdir. Demak, bu hayotga bizni keltirishini sababi imtihon qilish ekan. Kim yaxshi amal qiladi, kim yomon amal qiladi, kim Allohga yaxshi bandalik qiladi, kim Allohga isyon qiladi, mana shu narsa imtihon bo'ladi bu yerda. Va yaxshi yomon butun amallarimiz shu yerda yozilib turadi. Inson balog'atga yetib, aqli haq va botilni tushunadigan bo'lganidan keyin imtihon boshlanadi uning uchun. Ya'ni go'yoki sekundamer bosiladi. Ana endi har nafas bizni zararimizga bo'ladi.
Chunki bu imtihon uchun muayyan vaqt belgilangan va har nafas bilan o'sha vaqt oxiriga yaqinlashib boraveradi. Shu vaqt ichida ulgurgan ulgurib qoladi, o'zgan o'zib ketadi, qolgan qolib ketadi. Lekin bu sekundamer tepadan pastga hisoblaydi. Ya'ni insonning umri masalan 50 yil bo'lsa, 50 yil u 10 soat masalan va 10 daqiqa u 10 soniya bo'lsa, shu balog'atga yetgan imtihon boshlanganidan shu 10 soniya 9 bo'lishni boshlaydi. Ya'ni pastga qarab sanaydi. Undan keyin 8, undan keyin 7 va yillar ham pastga qarab sanaveradi. Ya'ni shuncha vaqt qoldi degan. Qachon mana shu sekundameri ko'rsatkichlari hammasi 000 bo'lganda inson oxirgi nafasini chiqaradi va imtihon tugaydi. Endi 3-savolni biz qayerga boramiz? O'limdan keyin boshqa hayot bormi? Bu savolga Allohning Qur'onidan javob qidiramiz va bizga ma'lum bo'ladiki, dunyo hayoti, ya'ni imtihon hayotidan chiqqanimizdan keyin boshqa bir haqiqiy hayotga chiqar ekan inson. Ya'ni abadiy hayot boshlanadi. Chaqaloq onasini qornida yotganida u o'ylaydiki, butun dunyo mana shu bo'lsa kerak. Ya'ni chaqaloq uchun butun dunyo shundan onasini qornidan iborat. U bilmaydiki, tashqarida bundan ko'ra kengroq, kattaroq bir olam borligini bilmaydi. Xuddi shunaqa bu dunyoda yashayotgan odam ham bilmaydiki, nariyoqda tashqarida kattaroq bir kengroq, rang-barangroq, ulug'roq bo'lgan bir hayot borligini. Bu dunyoning hayoti oxiratda hayotini oldida xuddi dengizni oldidagi bir tomchiga o'xshaydi. Shunchalik arzimas bir hayot. Bittasi o'tkinchi va haqir va ikkinchisi bo'lsa abadiy va aziz hayot. Va abadiy hayotni boshlanishi bilan inson mana shu dunyoda imtihon hayotida qilgan amalining mevasini oladi. Yaxshi amal qilgan bo'lsa mukofot, yomon amal qilgan bo'lsa shuni jazosini oladi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlar uchun jannat va imtihonda yiqilganlar uchun do'zax bor. Birida abadiy ne'matlar, ikkinchisida mangu azoblar. Lekin inson o'zini umrini ichida unga bu hayotda qisqaligi sezilmaydi. Chunki vaqt sekin o'tganga o'xshab ko'rinadi yashayotgan odamga nisbatan. Orqaga qaragan odam biladiki, qanchalik tez o'tganini. Masalan, tezligini shunday tushuntirsa bo'ladiki, insondan boshqa hayvonlarning hayoti bor-ku. Shularning hayoti ham farqli yillar. Ba'zi hasharotlar bor, 1 yil yashaydi. Va yana kichkinarolari bor, undan ham kam yashaydiganlari bor. Va ba'zi mikroblar borki, mikrob bakteriyalar bor. Shular ba'zilari soat yashaydi, ba'zilari daqiqa yashaydi. Va shu daqiqaning ichida bular o'sadi, ulg'ayadi va ko'payishga ulguradi. Ko'payadi, o'zidan keyin nasl qoldiradi, keyin o'lib ketadi. Mana shu daqiqaning ichida. Shu daqiqa ularning hayoti, butun hayot. Uni o'ziga nisbatan mana shu daqiqa bu juda uzoq vaqt. Uning uchun butun bir hayot. Biz uni hayotini aytamizki, bir arzimas bir daqiqa yoki soniya yashab o'tdi. Ya'ni biz uchun juda ham arzimas. Xuddi shunaqa bizning hayotimiz oxirat hayotini oldida mana shu mikrobli hayotidagi bir arzimas bir lahzada o'tib ketadi. Oqil odamning zehniga bir savol keladiki, xo'p, bu hayot shuncha o'tkinchi ekan, imtihon ekan, asl hayot narigi hayot ekan. Ya'ni abadiy hayot ekan va u yerdagi muvaffaqiyat muhim ekan. Bu hayotdagi muvaffaqiyatga erishish, bu hayotda ne'mat, lazzatlarga erishish muhim emas ekan. Balki narigi hayotdagi lazzatlar u hayotda muvaffaqiyatga erish muhimroq ekan. Shunday ekan, bu imtihonni qanday qilib muvaffaqiyat qozonsak bo'ladi? Mana shu savol har aqlli odam zehnida paydo bo'ladi. Biz yana Qur'onga qaraymiz. Imtihonga yuborgan zotni o'zini yuborgan kitobiga qaraymiz. U zot aytadiki, qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Batahqiq nafsini poklagan kishi najot topdi va uni gunohlarga ko'mgan kishi nomurod bo'ldi deydi. Demak, oxiratda najoti imtihonda muvaffaqiyatli o'tish uchun nafsni poklash, ya'ni zakkaha, ya'ni nafsi tazkiyasi muhim. Qachon inson nafsini poklasa,
shunda najot topar ekan. Mana oyat aytayapti, yuborgan zotni o'zi aytayapti. Demak, najot nafsni poklashga shunga bog'liq ekan. Nafsni poklagan najot topdi. Imtihonda muvaffaqiyatga erishdi. Qur'onda boshqa bir joyda Alloh taolo aytadiki: "Yawma la yanfa'u malu va la banun illa man atalloha biqalbin salim." U kunda mol va dunyo va farzandlar foyda bermaydi. Faqatgina Allohning oldiga sog'lom qalb bilan kelishgina foyda beradi. Demak, qalbni sog'lom olib borish, nafsni pok olib borish bilan inson najot topishi mumkin. Ya'ni imtihonda muvaffaqiyat bo'ladi. Butun hayotning falsafasi shu, maqsadi shu. Mana shuni kim bajarsa shu ishni muvaffaqiyatga erishadi. Bajarmagan muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Nafs nima bilan poklanadi desangiz, bu ham kitob va sunnatdan ma'lum bo'ladiki, nafs bu xato e'tiqodlardan va qalb kasalliklaridan poklash bilan poklanadi. Ya'ni yaratuvchiga tegishli va dunyo va oxiratga tegishli bo'lgan e'tiqodlar. Mana shu e'tiqodlarni to'g'rilash bilan bo'ladi. Va ikkinchi qismi qalb kasalliklari mana shulardan poklash bilan bo'ladi. Masalan, riyo, kibr, dunyo sevgisi, mansab sevgisi, mol sevgisi, g'azab, hasad, baxillik va shunga o'xshagan qalb kasalliklar. Mana shulardan biri agar qalbimizda bo'lsa, demak bu qalb kasal qalb ekan. Demak hali tozalanmagan, poklanmagan qalb ekan. Bu nafs poklanmagan nafs ekan. Inson agar poklanmagan nafs bilan ichida kasalliklar bo'lgan nafs bilan borsa yoki to'g'rilanmagan e'tiqodlar bilan Allohning oldiga borsa, u imtihondan o'ta olmabdi demak. U oxiratdagi abadiy hayotda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Hindiston olimlaridan bir ahli Qur'on kishi aytadiki, bir kuni avtobusda ketayotgan edim deydi. Ko'p odamlar bilan birga. Keyin avtobus buzilib qoldi deydi. Uni tuzatishga harakat qilishdi, necha soatlab tuzatish olmadi. Men so'radim deydi, nima bo'ldi bunga desa, shu benzin keladigan bir mayda teshik kishasi benzin motorga keladigan. Shunga bir narsa tiqilib qolgan ekan. Shundan buzilib qolib, endi ishlamay qoldi. Ya'ni kichkinagina bir ichki kasallik sababli, ayb sababli butun katta mashina ishdan to'xtagan. Uni butun o'rindiqlari ham endi bekor bo'lib qoldi. Uni katta motori bekor. Uni g'ildiraklari bekor, o'zi katta temir badani bekor. Ichidagi odamlar ham hammasini butun nizomga xalal yetkazdi mana shu ichkaridagi bitta kasallik. Shunda bu kishi aytadiki, meni ko'zimdan parda ko'tarildi deydi. Mana shu oyatning ma'nosini tushundim. Qod aflaha man zakkaha. Ya'ni nafsini poklagan kishi najot topdi. Chunki nafsda kasalliklar, shu xatolar bo'lganda, bu zohirdagi amallarda ham, hatto butun nizomda, butun jamiyatda ham katta muammolarga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat, salahal jasadu kullu. Va idza fasadat, fasadal jasadu kullu." Ogoh bo'linglar, albatta bu badanda bir go'sht parchasi bor. Agar u tuzalsa, butun badan tuzaladi. Agar u buzilsa, butun badan buziladi. Ala va hiyal qalb. Ogoh bo'linglar, u qalbdir dedi Payg'ambar. Demak, qalb bu insonni markazi hisoblanadi. Tuzalsa, butun badan tuzaladi, buzilsa, butun badan buziladi. Shuning uchun ham imtihonda shu narsa shart qilib qo'yildiki, mana shu qalbni tuzatish, poklash. Mana shu sanab o'tilgan kasalliklardan agar birontasi qalbimizda bo'lsa, g'azab bo'lsa, yo birovni haqir ko'rish, kibr bo'lsa, yo hasad bo'lsa, yo ozgina dunyo sevgisi bo'lsa, yo mol sevgisi bo'lsa, yoki boshqalari bo'lsa, demak bu qalbimizda kasallik bor biz. Va shu holatda kasal qalb bilan borsak, Allohning oldiga biz imtihondan o'tolmagan bo'lamiz. Butun oxirat hayoti, abadiy hayoti muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha har musulmon harakat qilish kerakki, xato e'tiqodlardan tozalashga va qalb kasalliklaridan o'zini poklashga harakat qilish kerak. Va butun kuchini shu narsaga sarf qilish kerak. Va davolashga hali vaqtimiz bor. Hali sekundami to'xtagani yo'q.
va oxir da'vona